bellashuvlar, raqamli texnologiyalar, xalqaro standartlarga moslik kabi omillar ta'lim sifatiga belgilanadi. O'quv dasturlarining mehnat bozori talablariga mosligi, tanqidiy va ijodiy fikrlash ko'nikmalarini shakllantirish, raqobatbardosh mutaxassislar tayyorlash bugungi kunda ta'lim sifatiga qo'yilayotgan asosiy talablar hisoblanadi. Raqamlashtirish va texnologiyalar bu onlayn platformalar, sun'iy intellekt va analitik vositalar, virtual laboratoriyalar va simulyatorlar hisoblanadi. Elektron ta'lim bu e-learning, axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanib, elektron ta'lim tizimini tashkil qilib, bunda aqlli auditoriyadan foydalanish ko'zda tutiladi. Elektron ta'lim elektron darsliklar, ta'lim xizmatlari va texnologiyalarni o'z ichiga oladi. Darhaqiqat elektron ta'lim kompyuterlardan foydalanish bilan boshlangan. Dastlab kompyuter yordamida o'qitish an'anaviy, keyin esa klassik amaliy mashg'ulotlar bilan almashtirildi. E-learning UNESCO ekspertlari tomonidan berilgan ta'rif mavjud. E-learning internet va multimedia yordamida o'rganish. Elektron ta'lim quyidagilarni o'z ichiga oladi. Shaxsiy kompyuterlar, mobil telefonlar, televizor va boshqa elektron materiallardan foydalangan holda elektron materiallar bilan mustaqil ishlash. Masofaviy ekspertdan maslahat, baho olish, masofaviy o'zaro aloqa qilish imkoniyati. Umumiy virtual o'quv faoliyatiga rahbarlik qiluvchi foydalanuvchilar taqsimlangan hamjamiyatni yaratish. Elektron o'quv materiallarini o'z vaqtida kecha-yu kunduzga yetkazib berish, elektron o'quv materiallari va texnologiyalari masofaviy o'qitish vositalari uchun ruh tarkibidagi barcha onaning bilinma rahbarlar o'rtasida axborot madaniyatini shakllantirish va takomillashtirish hamda ularning zamonaviy axborot texnologiyalarini egallashi, ularning oddiy faoliyatini samaradorligini oshirish. Innovatsion pedagogik texnologiyalarni ishlab chiqish va ommalashtirish, ularni o'quvchilarga o'tkazish, ta'lim veb resurslarini ishlab chiqish qobiliyati. Istalgan vaqtda va istalgan joyda dunyoning istalgan nuqtasida joylashgan zamonaviy bilimlarni olish imkoniyati. Psixofizik rivojlanishning alohida ehtiyojlari bo'lgan shaxslar uchun oliy ma'lumot